Mavzu: pandemiya davrida raqamli ta'lim taraqqiyoti. Birinchi reja: pandemiya tushunchasi va uning jamiyatdagi ta'siri. Ikkinchi reja: ta'lim tizimida pandemiya davrida yuzaga kelgan muammolar. Uchinchi reja: raqamli ta'limga o'tish zarurati. Pandemiya bu yuqumli kasallikning qisqa vaqt ichida ko'plab davlatlar va butun dunyo bo'ylab keng tarqalishidir. U asosan odamdan odamga tez yuqadigan kasalliklar natijasida yuzaga keladi. Pandemiya davrida karantin, ijtimoiy masofa, niqob taqish kabi cheklovlar joriy etildi. Pandemiya jamiyat hayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatadi. Odamlarning kundalik hayoti o'zgaradi. Ta'lim muassasalari yopilib, masofaviy ta'limga o'tadi. Ko'plab korxonalar faoliyati vaqtincha to'xtaydi. Iqtisodiy qiyinchilik yuzaga keladi. Shuningdek, odamlar ruhiy holatga qo'rquv va xavotirlar kuchayadi. Oliy ta'lim tizimida Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi 2024-yil 20-mart 76-sonli buyrug'iga muvofiq joriy yilning 28-mart kuni Fan va texnologiyalar universiteti raqamli texnologiyalar asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish mavzusida xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy konferensiyalar o'tkazildi. Ko'plab mamlakatlar karantin davrida asosiy e'tiborini ta'limga qaratilgani e'tiborga loyiq. Masalan, koronavirus ilk bor qayd etilgan Xitoyda 17-fevral kuni o'quvchilar uchun bepul o'quv materiallari bilan ta'minlaydigan milliy bulutli platforma ishga tushdi. 7 mingta servis 90 terabayt hajmdagi ma'lumotlar o'tkazish qobiliyatiga ega. Platforma 50 million o'quvchilar bir vaqtning o'zida xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Fransiya mini sinfim uyda raqamli platforma yaratildi. Bunda kompyuter, planshet yoki mobil telefonlar foydalanish holda o'quvchilar 4 haftalik masofaviy kurslarda ta'lim olish hamda o'zlashtirish oid shaxsiy ma'lumotlar to'plab borish imkoniyati yaratildi. Xulosa qilib aytganda, pandemiya davrida ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarning jadal joriy etilishiga sabab bo'ldi. Masofaviy ta'lim shakliga o'tish natijasida o'quvchilar va o'qituvchilarning raqamli savodxonligi oshdi. Onlayn platforma va elektron resurslarga samarali foydalanish kengaydi. Shu bilan birga internet tezligi, texnik vositalar yetishmasligi kabi muammolar ham yuzaga chiqdi. Biroq pandemiya ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, aralash ta'lim modellari va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish uchun muhim tajriba va mustahkam asos yaratildi.